Qanday qilib kapital aylanmasini tezlashtirish, qisqa qilib aytganda foydani oshirish mumkin? Sizningcha biznesning muvaffaqiyati tovari ustiga qo'yilgan ustamaga qanchalik bog'liq? Ko'pchilik tadbirkorlar marja qanchalik katta bo'lsa, biznes shunchalik katta foyda ko'radi deb ishonishadi. Bir qarashda bu to'g'ri. Ustama qanchalik katta bo'lsa, sizni har bitta tovardan qilayotgan foydangiz ham shunchalik katta bo'ladi. Lekin bu marja bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Nimaga? Keling buni 3 ta punktda ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, siz ko'chmas mulk bozordasiz va uylarni oldi sotisi bilan shug'ullanasiz. 200 ming dollar kapitalingiz bor va 200 ming dollarlik uyni olib 10% ustama qo'yib sotdingiz. Ya'ni siz 20 ming dollar ishladingiz. Agar sizni 1 yillik maqsadingiz 20 ming dollar ishlash bo'ladigan bo'lsa, agar bu uyni siz 1 yilda sotgan bo'lsangiz, demak siz 20 ming dollar ishladingiz, maqsadingizga erishdingiz. Aylanma sizda 1 yilda tashkil qildi. Va yilda bir marta uyni olib sotishingiz sizni maqsadingizga erishishingizda kifoya qiladi. Ammo agar siz arzonroq tovar sotadigan bo'lsangiz, misol uchun 10 dollarga tovar sizga prihod bo'ldi, lekin siz 10% ustama bilan bitta tovardan bir dona ishlaydigan bo'lsangiz, siz 1000 ta sotsangiz ham 1000 dollar ishlay olasiz. Demak, siz 20 ming dollar foydaga chiqishingiz uchun bu tovaringizni 1000 ta tovarni 1 yilda 20 marta qaytadan sotishingiz kerak bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Bu marjadan ko'ra ko'proq sizni tovaringiz necha marta aylanayotgani juda muhim ko'rsatkich. Siz buni nazoratga olishingiz kerak. Raqobat rivojlanayotgan bozorlarda, rivojlanayotgan davlatlarda marja nolga qarab ketadi. Bu O'zbekistonda ham sezilishni boshlayapti. Xitoylik tadbirkorlar bu borada nima qilishadi? Ular arzon, juda ham kam natsenka bilan tovarni ushab o'tirishmaydi. Ular bir oyda 2 marta, 3 marta, ya'ni tezroq aylantirishga harakat qilishadi. Va ularni katta foyda qilib rivojlanishiga sabab ular aylanmani nazorat qilishadi, muzlab qolgan tovarlarni yo'qotishadi va stock out, ya'ni yetishmayotgan talab katta tovarlarni omborda bo'lishini har doim ta'minlab borishadi. Demak, sizda ikki xil strategiya bo'lishi mumkin. Yoki siz katta ustama qo'yib, ya'ni katta marja bilan kamroq aylantirib foyda qilishingiz mumkin, yoki ozgina ustama qo'yib, ko'proq uni aylantirib, savdoni oshirib, avvalgidan ko'proq foyda ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi ROI, ya'ni tikilgan kapitalga nisbatan foydangizni qaytishi. Ya'ni buni siz ikkinchi asosiy nazorat qiladigan ko'rsatkichingiz hisoblanadi. Past marja bilan ishlash bu xuddi pichoq ustida yurganga o'xshaydi va bu xatoni kechirmaydi. Ayniqsa sizni omboringiz katta hajmdagi tovarlar bilan to'lgan paytida past marja agar siz tannarxi noto'g'ri hisoblab qo'yadigan bo'lsangiz, skidka berayotgan paytida siz tannarxdan ham arzonga berib zararda chiqishingiz mumkin. Ya'ni siz aniq qanchaga tovar sizga tushayotganini, ya'ni qo'shimcha xarajatlar bilan qanchaga tushayotganini biladigan bo'lsangiz, siz marjangizni to'g'ri hisoblay olasiz. Endi ROI ga o'tamiz. ROI degani bu sizda 100 ming dollar pulingiz bor va uni qaysidir biznesga tikdingiz. Va 1 yilda sizga agar shu biznes 10 ming dollar olib keladigan bo'lsa, demak 10% sizda ROIni tashkil qiladi. O'zbekistonda o'rtacha kam riskli bizneslar 12%, 15%, ba'zida 20% gacha yillik qaytim beradi, ya'ni ROI beradi. Ya'ni siz 100 ming dollar tikadigan bo'lsangiz, o'rtacha 15 ming dollar yiliga foyda qilasiz. Yuqori riskli va dinamik bizneslar, masalan, ishlab chiqarish, import, distributsiya kabi oziq-ovqat bilan shug'ullanadigan bizneslarda ROI o'rtacha 40%, 80% yoki 100% gacha yiliga bo'lishi mumkin. Xo'p, nimaga ROIni hisoblashimiz kerak? Siz o'z biznesingizni samaradorligi qanchalik darajada yaxshiligini o'lchashingiz uchun va bu siz biznesga tikkan kapitalingizni boshqa bizneslarga tikkani ma'qulmidi yoki yo'qmidi degan narsani o'zingiz uchun baholashingiz uchun kerak. Xo'p, endi keling ROIni qanaqa qilib hisoblashni ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, sizda biznes bor, ya'ni import bilan shug'ullanasiz, tovarlaringiz, ko'chadagi qarzlaringiz, debitorkalaringiz va pullaringizni hisoblaysiz va siz majburiyatlaringizni ayirasiz. Aylanma kapital shakllanadi. Masalan, sizda 800 ming dollar aylanma kapital shakllandi va sizni 1 yilda topayotgan toza foydangiz 400 ming dollarni tashkil qilyapti. Demak, siz 800 ming dollar kapital tikib 50% ROI bilan ishlayotgan bo'lasiz. Endi tasavvur qiling, shu pullarni siz yiliga 2 marta emas, balki 4 marta aylantiradigan bo'lsangiz, ya'ni tovar yetib kelib, sotilgunigacha sizda taxminan 6 oy ketayotgan bo'lsa va bu 6 oy ketadigan bo'lsa, yilda 2 marta aylanyapti degani bo'ladi. Shuni 6 oy emas,
aylanmani 3 oyga tushiradigan bo'lsangiz, siz 4 marta aylanayotgan bo'ladi va sizni topadigan toza foydangiz $400,000 emas, balki ko'proq 600,000, 700,000 ni tashkil qilishi mumkin va sizda bu holatda ROI 50% emas, 100% ga yaqinlashadi. Kapital aylanmasini tezlashtirish uchun e'tibor berish kerak bo'lgan 3-jihat bu pulli aylanish sikli. Buning ichiga tovar va debitorkani aylanmasi kiradi. Biznesda tovarni sotishi o'zi yetarli emas va tovar sotildi degani pul tushdi degani emas. Keling sizga tovar necha kunda ombordan chiqib ketishini va ombordan chiqib ketgandan keyin qarzdorlik necha kunda tushayotganini real formulalar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, tovar aylanmasi formulasini ekranda keltirdik. Agar sizni omboringizda va yo'lda, ya'ni agar siz import bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, tamojniyada, bojxonada yoki yo'ldagi furalarda umumiy olganda $1,5 million tovaringiz bo'ladigan bo'lsa va sizni yillik aylanmangiz $6 million bo'lsa, demak siz tovarni 91 kunda bir marta aylantiryapsiz degani. Bu 1 yilda 4 marta aylantirasiz degani. Ya'ni siz tovarga pul chiqarib, tovarni yetkazib, uni ombordan sotguningizgacha bo'lgan sikl sizda 91 kunni tashkil qiladi. Endi ikkinchi asosiy formulamiz bu debitorka aylanmasi. Ya'ni ekranda formula keltirildi. Misol uchun sizni ko'chadagi qarzlaringiz, ya'ni debitorkangiz $500,000 tashkil qiladi va yillik aylanmangiz $6 million. Bu degani siz formulaga asosan tovar ombordan chiqib ketgandan keyin pul mijozlardan qaytib tushgungacha 30 kunni tashkil qilyapti. Ya'ni debitorka aylanmangiz 30 kun. Ya'ni sizda pul tovarga chiqib ketgandan boshlab, tovar omborga kelib, sotilib va sotilgandan keyin mijozdan pul kassaga tushgungacha ketadigan vaqt sizda 120 kunni, ya'ni 4 oyni tashkil qilyapti. Bu degani sizni pulingiz yiliga atigi 3 marta aylanyapti degani. Endi nima qilish kerak desa, rahbar sifatida sizni asosiy vazifangiz ana shu siklni qisqartirish. Ya'ni siz pulni yiliga 3 marta aylantirayotgan bo'lsangiz, siz siklni qisqartirib 4 marta, 5 marta aylantirishgacha olib chiqsangiz, sizni toza foydangiz oshadi, ROI kattalashadi va biznes ancha samarali ishlaydi. Agar formula sizga qiziq bo'lgan bo'lsa va real foyda keltirgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Endi yuqoridagi hisob-kitoblarni ROI, tovar, debitorka aylanmasini Excelda yuritish, ruchnoy yuritish nafaqat qiyin, balki katta xatoliklarga olib kelishi mumkin. Va birgina xato sizni katta zararga olib kelishi mumkin. Sizga biznesingizni to'liq nazorat qilish, omborda muzlab qolgan pullaringizni tezroq bo'shatib olish va kapital aylanmasini maksimal tezlashtirish instrument sifatida SAP Business One ERP dasturini taklif qilamiz. Nimaga SAP Business One ni tanlashingiz kerak? Birinchisi, haqiqiy vaqt rejimida ROI va kapital aylanmasini ko'rasiz. Hisobotlarni oylab kutib o'tirmaysiz. Birgina tugma orqali hamma ko'rsatkichlaringizni ko'ra olasiz. Ikkinchisi, omborni aqlli boshqarasiz. Ya'ni qaysi tovarlar sizda lokomotiv, tezroq sotilyapti va qaysi tovarlar sizda pulni ushab turibdi, SAP Business One yordamida bitta knopkada ko'rasiz. Uchinchisi, debitor qarzdorlik nazorati. Pullaringizni mijozlarda qolib ketishiga yo'l qo'ymaydi va undiruv jarayonini avtomatlashtirib beradi. Va to'rtinchisi, aniq tannarxni hisoblaysiz. Kattalashayotgan kompaniyalarda ayniqsa xarajatlar juda ham ko'payib ketadi va siz har bitta tiyinni qayerga ketayotganini aniq hisob-kitobini olasiz. Agar biznesni yangi bosqichga olib chiqishga tayyor bo'lsangiz va transformatsiya o'zgarishlarga tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, hoziroq quyidagi havola orqali biz bilan bog'laning. Biz nafaqat SAP Business One tizimini o'rnatib beramiz, balki uni biznesingizga adaptatsiya qilib, keyinchalik qo'llab-quvvatlovni ham o'zimizni bo'ynimizga olamiz va foydangizni oshirishda yordam beramiz. Havolada ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, biz sizga bir kunlik auditimiz bilan ombordagi muzlagan tovarlarni va eng xadovoy, ya'ni lokomotiv tovarlaringiz qaysiligini ko'rsatib beramiz.